Hürmetlik vatandaş endikilik şehirlerimizi devamlaştırımız. Bugün Çiğsağ 2020 yıl 9. ayının 16. günü haftige çarşembe. Endikilik şehirinin mavzusu mındak. Cungo Hindistan toqunuşu ciddi vaziyette devamlaşıvatıdır. Hindistan armiyası çıgrağı zor miktarda kural yurak, doğru yetkep geldi. Mavzulu haber 9. ayının 16. günü Duvit orbiti ilan kılındı haber. Bundak başlan. Cungo Hindistan ciddi vaziyette devamlaşıvatıdır. Haberdagi qaraganda keçir bilen lavozimotlarni to'shashda, keçir bilen tog' zembraklarni so'rab taqqa ilib chiqish. Transport, harbiy aeroplanlar bilan mulozimat buyumlarini yetkash orqasi butunlay harakatga keltirildi. Jungo Hindiston chegarasi bo'ylab harbiy mulozimatlarni to'shib qish pastligiga tayyorlik qilyapti. Reuters xabar qilib 15. kuni mundaq ko'rsatdi. Hindistan amaldorlarining deyishicha bir necha oydan beri Hindiston zo'r miqdorda o'q-dori aslahalar va yiqilg'i qish fasllik moddiy buyumlar, yemak-ichmak buyumlarni Ladakh rayoniga yetkazib keldi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Hindiston aloqador taraflarning bu harakati navbatga kol va jilg'isi to'qinishiga munosabatlik. Hindiston taraf armiyani qish fasllik eng xatarlik dengiz yuzidan egiz tog'liq chegaraga o'rinlashtiryapti. Hindiston taraf biz allaqachon Jungo armiyasining o'rinlashtirishiga javob qaytardik deb ko'rsatdi. Hindiston amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Hindiston armiyasi butun tayyorligini bitirib bo'ldi. Hindiston amaldorlarining tanishtirishicha Ladakh rayonining temperaturasi navbatda 0 gradusdan tuvan bo'ladi. Armiya dengiz yuzidan 4572 metr egizlik o'rinlashtirildi Alash shahrini. Dengiz yuzidan 4572 vos 4,5 kilometr degan gap atana ya dashay. 4 kilometr 4,5 kilometr desang bo'ladi. Egizlikka o'rinlashtirildi. Voh. U yerda havo ham shalong. Xabarda ko'rsatilishicha Hindiston armiya taraf burayga 150 ming tonna degidek harbiy mulozimat yetkazdi Alash shahri. Jungoning sechivanlik paka askarlari sechivan yaqinroq bu Tibet taraf chegara tarafga degandek bu Jungoning paka boyliq askarlar bu egizlikda urush qila oladimi vatandashim? Yetkazib keldi. Reuters mundaq ko'rsatdi. Shu yor vaqt 15. kuni. Deganda odamlar o'ltirgan, harbiy mulozimat besilgan, harbiy tarafning cho'ng tipli transport aeroplani Ladakh rayoni harbiy bazasiga qo'ndi. Yaqindagi bir harbiy bazaga deri issiqlik berguvchi asboblar, qishliq kiyim-kechak va yuqori egizlikda ishlatiladigan aslahalar birlikda keltirildi. Navbat Jungo Hindiston chegara vaziyati jiddiylashib ketdi. Jungo Hindiston to'qinishi Rossiya Hindistonning Jungoga zarb berishini qo'llash tarafda turdi. Beijing jamoat fikri bu gapdan o'zini qochirdi. Mavzuli xabar 9. ayning 15. kuni Duvit orbitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Yana bir xabar vatandoshlar bu. Jungo Hindiston chegarasi to'qinish davomlashyapti. Yaqinda Jungo kechiringlar. Jungo torbatlarda Rossiyani ayblab, Jungo Hindiston to'qinishida Rossiya Hindistonni qo'lladi deydigan sadolar ko'payishga boshladi. Bu ish darhol Jungo jamoat fikrining diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Jungoning aloqador gazeti Yer shari vaqt gazeti 9. ayning 15. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi.
Rusya 7 ayının 2 günü Hindistan bilen Hindistan'a 33 tane yeni şekilli küreş aeroplanı setip biriş toxtamı tüzgelliğe ve Hindistan çünkü armiyası kalıban tokunuşudan kiyen Hindistan'ın talebi boyunca Rusya'nın Hindistan'a 5 S-400 belgelik raket sistemisine ötküzüp bergelliği sebeplik Cungo torbetlere Rusya Cungo'nun kayneden bıçak vurdu deyişti. Haberde mundak değildi. Rusya Hindistan kural yarak setip verip bazı Cungoluklar bunu anlayan deyin ki bir aram oldu. Ve Rusya Hindistan tarafta turdu deyişti. Şahsen ben Cungoluk efendi Rusya'nın Hindistan tarafta turuşunu ümit kılıman hem talep kılıman. Siz çok Cungoluk efendi? Natay.